Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudolar sizlar bilan Zohidullo Shobingudamiz yana beton xizmatlari, Farhod Beyda ishlarini xudolar ko'rsatishga ma'lumot berishni boshladik. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib borishlar, xudolar qurilish narxlari, beton narxlari, beton necha puldan qo'yilayotganini bilmoqchi bo'lganlar uchun bu videomiz xudolar bo'ladi. Hozirgi kundagi bo'ladi. Bugun hafta kuniga xudolar dushanba, sanamiz 6-iyul 2026-yilda narx-navosi bilan, shart-sharoit bilan xudolar tanishtirib o'tamiz. Qani bo'lsam oxirigacha kuzatib borasizlar. Arzon udoqlasa sifatlik, arzonroq qilib, xudolar qulay narxda qilinadigan ishlarni ma'lumotlar beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida, Sharxon deyarli sentrda degan bo'ladi. Xudolar bu ishimiz, hozir bu ishimiz davom etayotgan jarayonda ustalar yo'q, lekin ustalarni xudolar qilayotgan ishlarni ham oz-moz chala qilinayotgan sharoitning qanday bo'lishini ham ko'rsatib o'tamiz. Farhod Beydan so'rab o'tamiz. Hormang Farhod Bey. Alaykum assalom. Qanday sog'? Ishlar yaxshimi? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Hammalaringiz yaxshimisiz aka? Sog'misiz? Charchamayapman. Xudolar ishlar bo'lyapti-a? Bo'lyapti, xudo xolasa mana. Bo'lyapti. Bu hozircha albatta topshirilgan yo'q. Yo'q. Bu yerda ish ketyapti, hozir ish ketyapti. Ketyapti, xudo xolasa ishlayapmiz. Menda hozir ustalar bugun dam olibdi, lekin ertadan yana ish qilinadi. Qanday qilinishini ko'rsatib o'tamiz. Bega stajga qo'ydinglarmi? Stajga ham sizlar qo'ydinglar? Stajga qo'ydinglar. Bu yerda hozir deyarli ikkinchi etaj desak bo'ladi, chunki podval bor pastda. Shunaqa qilib ikkinchi etajga davom ettirish uchun yana beton qo'yilgan, stajga qo'yilgan, pastda ham qanday qilinayotganini ko'rsatib o'tamiz. Xohlasa, buni san so'rab qo'yishimga o'tkazib so'ramaganman ekan, o'zim ham ishlaysiz-a? O'zim ham ishlayman. Temma-tem bolalar bilan ishlaysiz-a? Ishlaydi. Farhod Bey ham, xohlasa, bemalol shikoyat nomlangan telefon qilib olasizlar. Shunaqa ishlar, xizmatlar kerak bo'lsa, beton xizmatlar doim bo'ladi. Hozir bu yerda qanaqa endi sharoit bo'ldi? Farhod Bey, bega olib chiqilibdi, adashmasam shaqalab chiqilibdi, to'g'rimi? Pastdan chiqilgan, nimadan chiqqansizlar? Buni mishalkada quyib, pastga to'pladik. To'plab turib, rushno qo'ydik buni. Ha, rushno qo'lda oldinglar? Qo'lda olindi. Ashuning narxi ham jinday baland bo'ldi. Shuni hisobi borda. Shag'allab chiqish iloji bo'lmadimi? Yo'q, iloji bo'lmadi. Bu ikkinchi etaj. Ha, paybaga ko'tarib bo'lmaydi, og'ir narsani chiqarib bo'lmaydi-da. Rushno quyib yubordik aka. Ha, armatura ham qo'yildimi? Ha, Karkas to'qildim. Yo'q, bo'ylarini aytsam Zohid aka 40 ga 40 bo'lyapti. 40 ga 40 beton qo'yildi, to'g'rimi? Shu 40 ga 40 endi 40 bo'ldi. Shekka chiqib beton quyish shu hammasi xizmat ichida necha puldan qo'ydilar? Xo'p. 60 mingdan qo'ydik. Metrini? Metrini. Karkasi bilan 70 ming bo'ldi. Bo'ldi. 40 ga 40 da. Olib chiqish ham shuning ichida bo'ldimi? Ha, chiqish ham shuning ichida. Shag'al ko'chadan keyin ko'chadan toshigansizlar. Ko'chadan toshiganmiz soyda bo'yidan. Taxminan 20 metr. Shunaqa 20-25 metr bor. 25 metrdan olib chiqilgan, kamiga tepaga olib chiqilib, beton. Ishda. Ha, shunaqa hozir taxminan balandligi 2 metr tepa. 2 metr borda, bu hozir 2 metr tepaga chiqqan, keyin bu masofadan keyin shu narxda shunaqa qilyapti. Ya'ni shunaqa qilib qo'yilaveradi shu narxda. Shunaqa ishlar bo'lsa ham qilinadi. Qilinadi, kelishlarda, to'g'rimi? Endi yerda bo'lsa ham bo'laveradi. Mabodo shunaqa sharoit bo'lsa ham demoqchi bo'lganimiz qo'yilaveradi. Sizlarga bilaysizlar, urinsizlar? Yo'q, biz ko'proq beton qo'yasizlar. Ko'proq beton ishlar. Beton qo'yilyapti. Kattaroq ob'yom bo'lsa, sheringlar bor. Sizlarga bularga bor-a? Ko'rib turibsizlar, mana buni ham mishalkada qo'yilgan, tepada bo'lib, mishalkada tayyor olib chiqib, mana shu yerda o'zi ko'rinib turibdi. Mishalkada pastda olib chiqilmaydi, ular to'kilgan ekan, qo'yishib, mishalkada kakpolojni yerda qanday qo'yilgan bo'lsa, shunday qo'yilgan, faqat ozgina qimmatligi sababi tepaga ozgina chiqishganligi uchun. Endi pastni ko'rsatamiz-a? Pastni ko'rsatsak, bu yerda ko'rinishlarni ko'rsatib, xudo xolasa, tekizligini ko'rib oldinglar degan umiddamiz. Bu safar ham endi ishlari to'g'risi yoqadigan, chunki hamma yo'g'i tekis, keyin manaqa banana joy bo'lsa ham qo'yishaverar ekan. Buni ham hozir pastga tushib ma'lumotini olamiz. Buni noldan qo'yasizlar, pastdan chiqqan. Buni ham hozir pastga tushib ma'lumot beramiz buni to'g'risida. Hozir mana ko'rib turibsiz, lapalab yechilgan yo'q. Qo'yishibdi, menimcha yangi beton. Endi ertaga yechilsa kerak bular. Ertaga yechiladi. Hozir necha qilib ham qo'ydilar? 1,5 metr ham qo'ydilar sizlarni? Ha, bu bor. Bu yog'i 1 metr. Bu 1,5 metr menimcha. Ha? Ha. 1,5 metr. Yo, bir quruq yo'q, kamida. Yo'q, bu yerdan 2 ga chiqqan. Yo'q. Bitta palapga qo'yganlaringda demoqchiman. Bitta palapga bilan 1,5 metr qo'ysizlarda. Demoqchi bo'lganim bitta 1,5 metrda ham srazu qo'yib bering deganlarga srazu qo'yib beradi ekan. Demoqchi shunaqa qilib mana. Oddiy misolchaligini rossiyskiy janaqalar emas, almaturada eplashi mana shu turishda qo'yib berishgan. Tekizligini hozir o'rishda ko'ramiz. Bu qo'yilgan, xo'sh. Tagiga enliroq qilib qo'ygan-a? Ha, tagiga enliroq qilib qo'ygan. Bu bo'yi xullas aka, ana bitta palapga 1 metrda. Aha, bu 1 metr. 1 metr, 1 metr, 2 metr. 2 metr bo'lgan. Bu yog'icha oshiqroq. Kamida 25 oshiqcha. Ulangan. Urg'inga otilgan. Aha. Bu tomon ham
Bir xil. Urg'unga olsangiz 2 metr. 2 metrga. Hozir pasta 60 ga olganmiz, yana 60 bo'yini u tomondan 60 olsa, bu yer baland pastligini hisoblaygan. ukulon bor ekan. 80 ga chiqqan. Aha. Tepasi bir xilda urg'unda bo'ladi. Aha, to'g'ri. Keyingi reati ham o'sha urg'un. Ha. 1.25. Bu yog'ini qo'shadiganimiz 2 metrga chiqqan. Birinchi qatorda urg'unga to'g'irlab turib, keyin yana davom ettirishavergan. Bu yog'ini nechi bundan qo'ygansizlar? Farhodbek, Bular endi 10 santimetr 12 mingdan qo'yildi bular. 10 santimetr 12 ming qanday qilib tushuntiramiz uni? Tushuntirib bering-da. Xo'p. Misol 1 metr bo'lsa 120, 120. Ha. 240 ming so'm bitishi. Mana shu yerda 240 ming so'm shu 2 metr holatiga. 2 metr. Bo'yi 2 metr, eni 1 metr. Shunda 240 ming so'm bityapti. Shunda shu pasajicha lekin qalinroq qo'yilgan. Ha, u Eni necha bo'lgan buni? 60 bo'lgan 10 santimetr mu apalafga turish uchun. Turish o'zlaringizga qulaylik uchun. Qulaylik uchun. Shuncha qilingan. Yaxshi ham bo'ladi bu. Ha, bu bitta apparatga emas, menimcha baquvvatroq bo'lishi uchun ham. Pasti 60 qo'ygan bo'lsa, tepa 40. Tepa 40 qo'ygan. Endi agarda tepani ham misol uchun 60 qo'ydiraman deganga, ozmas u qo'shilishi mumkin, chunki beton rasvoti ham ozgina mehnat ham ketyapti. Almaturasi ham bormi? Yo'q, bu yoqda yo'q. Almatura yo'q. Bu tomondachi? Tomonda ham. Bu tomonda ham yo'q. Almaturasi yo'q. Bu ham xuddi ozgina qadagi bor. Enini 1 metr hisoblaysizlar. Misol uchun 1 metr, bo'yi 2 metr bo'lganda 240 ming. U degani 1 metri shu 1 metrga hisoblanganda 120 ming so'm hisobga urasizlar ekan. 1 metrga. To'g'rimi? Shunaqa bo'lyapti. 120 ming so'm hisoblanar ekan. Har 1 metr. Uzuni misol uchun shu deylik, taxminan 8 metr deylik. 8 metrda 120 ga ko'paytirasizlar. Buni 16 metrga ko'paytirish, chunki ikkita bo'y bo'ladi bitta. Shunaqa bo'lib chiqadi. Endi ikki tomonlama, uch tomonlama hisoblab beryapmiz tushunmaganlar uchun, tushunmaganlar uchun mabodagi. Xullas mana ma'lumot yetarli bo'ldi. O'z betonni xohlaganga 2 metr, xohlaganga 1 metr, xohlaganga 4 metr degan gap qo'yib beraveram. Ilojini qilinadi. Endi u 4 metrda agar ozmoz boshqacha bo'lishi mumkindir, lekin kelishlar demoqchi bo'lganim iloji bor. Iloji bor. Har doim aytishimiz kerak, sesma foiz deysizlarmi uylaringizga, kolonna deysizlarmi, unaqa xizmatlari ham bor. Ularni ham pulini aytib qo'ying bir yo'lasiz raziyanda. Xo'p, sismalar 50 minggacha qo'yilyapti. 50 ming, 55 ming. Metri. Ha, metr. Bo'yi o'rtacha yema hisoblanadi. 15-20 bo'lyapti. O'rtachasi standart 20, 20 bo'lyapti. Standart 20 hisoblasalar 50 ming hisob bo'lyapti. Kolonnachi Ular 80 ming, 70 minggacha qo'yilyapti. Kolonna regellarchi, regellarni aytmabmiz o'tgan safar. Regellar oxiriga qo'ygan narxlar 200 mingdan bo'ldi Metr. Necha razmer bo'ladi? Endi 40 ga 40 bo'ladi. 40 ga 40. Uni kakpolojnik almaturalar to'qiladi. Aytganda qilib to'qib beradi. Xohlagan almaturasidan beriladi, to'g'rimi? Shunaqa qilib to'qiladi. Almaturasi ham ichida. Yo'q, 10 mingdan to'qilyapti. Ha, qo'shiladi. Almaturasi ichida emas, 10 ming so'm har bir metriga. Ichi apasini Regel ichim qo'lishadi. Ozgina qo'lishadi, chunki hamma tomon apalabga shunga yarasha bo'lsa unaqa qilinadi. Betonni ko'rdik, mana qo'yilganini ham ko'rdik. Endi betonlar bo'lsa hozir yechilganini bu yerda ko'rmaganlarimda mana shu ko'rinishda yechilgani. Bo'lsa bu ham yangi. Ilyakini qo'ygan bo'lsalar kerak buni. O'sha 2-3 kun bo'ldi shekilli. 5-6 kun bo'ldi. Dolaysa telefon qilasizlar, vodiy bo'ylab bo'lsa xizmatlar olinadi. Zakaz qilsalar, misol uchun 1 kun, 2 kun. Endi sharoitga qalinadi. Chunki hozir nechta brigadacha bor? Brigada bor. hozir brigadalar ko'p, aka 5-6 ta Brigada bor. Andijonda ham bolalar ishlayapti. Hozir yana yangi ish boshlashganlar bor, dolaysa. Xudo xolasa amakim o'g'illari bor, o'z akalarim bor. Hozir bizga Farhodbek ma'lumot beryapti turgani bilan bu bola ham shu bolalar qatori tenma-ten ishlaydi. Faqat biz bilan gaplashish uchun kimdir chiqish kerakligi uchun shu bola chiqyapti. Aslida hammasi ham xohlaganda qilib bizga hozir ko'rinishi mumkin. Endi bitta odam gaplashishdan maqsad shu bo'lyapti. Hammasi ham bir xil beda, boshlig'i yo'q, to'g'rimi? Unaqanisi yo'q, unaqanisi yo'q. Endi kimgadir oydinroq ma'lumot berish maqsadida shu gapni aytyapti. Aslida boshliq bo'lsa ham ayb emas bu yerda bu. Muhimi kelishilganda ishni qilib topshirilsa, ustalar ham rozi bo'lsa, hali uyda egalari ham rozi bo'lsa, muhimi shu dolasi. Xudo xolasa kelishib ishlayveramiz. Unaqa nimasi yo'q. Ma'lumot yetarli bo'ldi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uydagilardan. Sog'misiz aka? Ranjan sog'mi aka? Allohga shukr, alhamdulillah. Ustalar bilan bir unaqa shu kelib ko'rdik. Dolasi ishlari chiroyli. Sizga ham ma'qul keldimi ishlari? Biringizni so'rab berdik. Bitta gap bilan aytganda o'ta ham go'zal. Hech bir muomala, bir ustalarda mehnatkashligiga ham gap yo'q. Bir kelishib ishlashlariga ham gap yo'q. Gap so'z sig'maydigan darajada o'ta ham zo'r, o'ta ham
Xudo xohlasa xursandsiz-da. Ishda shu bolaga topshirgan. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Xudo xohlasa bir kun ikki kun qolibchilar ishni topshirib ketishga. Shunday hozir monolit ishlarini ham plan qilib turib. Ha, mana Ha, hozir mana turgan joyimizga ustiga monolit qilishib beradi nasib bo'lsa inshaalloh. mana yerda kelishdinglarmi? Monolitga endi Kelishasizlar. Narxlarni aytib qo'ying endi o'rtacha narxni. Iloji bormi aytishda? Farodbek? Iloji endi aka har xil qo'yilyapti. 150 dan 200 gacha qo'yishyapti. Nimasi u? Kvadrat. Kvadrati. Siz hozir aytilishi hozir aniq kelishilmagani 150 bilan 200 atrofida har bir kvadrati qo'yilyapti armaturalar ichida. Ha, ichida. Palavkasi ham ichida. Ha, palavka mana o'zimizda. Borda, hamma yo'q ichida, to'g'rimi? Shu 150 ming so'mdan kelishgan 170 mingdan kelishasizlarmi? Shu pul sanab beradi hisob. Xudo xohlasa mana monolit deganlarga monolit ham qilib beriladi ekan. Hozir sherga plan hozircha monolit bo'lishi bo'lgan ekan, endi uni qilinadi. Monolit bo'ladi aka mana shu uyga qo'shilib ketadi endi mana shu. Bir yo'la pol bo'lib. Qo'shilib ketadi to'qilib. To'g'ri. Endi shuni ustiga monolit qo'yilar ekanda. Farhodbek, rahmat. Sog' bo'ling. Sizga rahmat sizga. Xudo xohlasa bizga ruxsat berganingiz uchun. Xudo xohlasa ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Oxirigacha ko'rib like bosib, qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat deb qolamiz. Shunaqa ishni qilgizmoqchi bo'layotgan xudo xohlasa uydagilarga, shu tanish bilishlaringga videoni tashlab qo'ysalaring yoki Farhodbek nomerini aytib qo'ysalaring, xudo xohlasa Andijon viloyati bo'ylab, Farg'ona viloyati bo'ylab, asosan Andijon atrofi bo'lsa yaxshi, chunki bu bolalarning uylari o'zi Sharxonda, shu territoriyaga osonroq, tezroq borishlari uchun osonroq kelishlari. Andijon, Sharxon, Bo'z tumani, misol uchun Bo'ston deyiladi aslida. Keyin bu yog'i Asaka yaqin. Asaka yaqin. Kecha ko'rib keldik Asakadan ham. O'sha gaplashib kelishdinglar? Gaplashib kelishib keldik. Xolos Asakaga ham borish naqasi bor. U Asakaga borib turib boshlanmoqchi bo'lsa, hozirgi nomerga telefon qilsalaring, erta ishni ham ko'rmoqchi bo'lganlarga Asakadagilarga ham taklif qilamiz, borib ko'rishaveradi Mabodaga. To'g'rimi? Ko'rishadi. Devon oldida. Devon oldida. Devondan necha o'tiladi? Nomerni ayting hozir. Xo'p, nomerlarimiz 94lik 731 1800. Ikkinchi nomerimiz 94lik 101 91 18. Ikkalasidan Telegram, WhatsApp emaillar bor. Bor, ikkalasida ham bor ekan. Telefon qilsanglar bo'ladi, mabodo telefon qilish olmasalar yoki telefon qilganda olishmasa, Telegram, WhatsApp maxdan yozib qo'ysanglar, ular sizlarga albatta javob beriladi. Sizlar naqalaring qolmaydi, befarq qolmaydi. Keyin sizlarga qanday sharoitda qilinish kerakligini ham yozib yoki qandaydir tushuntirsa, sizlarga xomjot bilan hali hisoblab berilaveradi. Muammosi yo'q uni. Hisoblab berilaveradi. Asakada ham hisoblab keldik. Bitta akamiz telefon qildi, o'zi Rossiyada ekan. Uniki ham Andijonda ekan. Uniki ham boshlanadi hozir. Xudo xohlasa hisoblab berilsa, ma'qul kelsa gaplashilaveradi. Hozir Rossiyada gaplashildi. Sog' bo'ling Farhodbek, xudo xohlasa ma'lumot yetarli bo'ldi. Hammaga ishlariga omad, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Xudo xohlasa shunaqa qilib ishni qilmoqchi bo'lganlar, ishonchli ustalarga bemalol topshirasizlar. Uydagilarni ham naqalar ma'lumotlarini oldik. Sog' bo'linglar. Aymasizlar.